Assalomu alaykum qarindoshlar. Javadan asosiy yurish darsimizga xush kelibsiz. Bu bizning 6-qismlik darsimiz. Bu qismlik darsimizda biz Javaninki mashg'ulot turlarini o'rganamiz. Unda esa mashg'ulotchilar yoki biz boshlang'ich matematikada amal o'rgangan shunaqa qo'shish ilish ko'paytirish degandek. Endi bu Javadagi mashg'ulotchilarning bir qismi. Buni inglizcha operator deydi Javada. Operator. Operator deb operator deb demaymiz buni. Amal yoki mashg'ulot qilamiz demoqchi. Amal desak-mi bo'ldi amniyatda? Qo'shish ilish ko'paytirish uchun biz amal deydik-ku. Lekin Javada uningdan boshqa nurg'un amallar bor yoki nurg'un mashg'ulotchilar bor. Mashg'ulotchilar degani amal deb tushunsanlar bo'ldi. Endi biz asosli Javada o'rganadigan mashg'ulotchilar qaysi aytsanglar? Arithmetic operators deydi. Arifmetiklik deymiz buni. To'liqsiz arifmetiklik deydik-ku. Arifmetiklik hisoblashda. Arithmetic operators yani arifmetiklik mashg'ulotchi, vazifa and assignment operators, vazifa mashg'ulotchisi, selishtirish, comparison, selishtirish degani tengsizlikni shu. Yani keyin tafsil so'zlayman buni. Undan logical operators, bitwise. Bitwise ne bu qismda so'zlamaymiz chunki asosliqi biz shu arifmetiklik, vazifa, selishtirish, logikalikmish 4 xil mashg'ulotchini so'zlaymiz. Biz asosiy ishlatadiganimiz shular. Hamda bugungi qismda men arifmetiklik mashg'ulotchini so'zlayman, arifmetiklik amallarni. Endi arifmetiklik amallar siz bilsizlar, bu intayin oson. Masalan, hisoblashdan qo'shish, elish, ko'paytirish, bo'lish, undan keyin qoldiq. Qoldiqni o'rgangan shunaqa. Qoldiqni endi siz yangi to'lig'ini masalan oshirma, kamaytma degandan endi increment, decrement deydi inglizcha. Ikki qo'shish belgisi bo'lsa oshirim bo'ldi. Buni increment deydi inglizcha. İşki ilish belgisi olsa kamaytma deydi. Decrement deydi inglizcha. Unda esa men hozir Eclipse'ni chip sizlarga bir-biridan tushuntiray buni. Miyaga bir package quray. 4-kuni shunaqa. Buni day 4 day malan o'zgartay. Red tartib bo'yicha chiqsin. O'zgarsa qanday qildik? Refactordan, rename'dan qanday o'zgartimiz. Day 1 Day 3 Organize redlik nim qilishga oson bo'lish uchun o'zgartib qo'yadimi? Mana berish 4 deb hozir 4-chi qo'y. Biz operators degan tushunamiz. Klassni birini qurma. Operator. Public static void method ni tanlab qurdim shunaqa. Hamda biz bugun arifmetiklik mashg'ulotchini o'rgandik shunaqa. Buni inglizcha arithmetic operator. Mana aldığa qiyam to'siq ishkini eletimiz ma arithmetic inglizcha arifmetiklik. Birinchi qo'shish. Add. İngilizce add deydi. Qo'shish. Masalan, bir variable hareket o'zgarish miqdorini bilan quraylik. Masalan, ham qo'shilish yani sonliq ishlatamiz ko'pincha. Keyin masalan string arqam ishlatamiz. Masalan, bir int bir son bor deylik. Bu son 3 olsun. Yana bir son bor deylik. İkinci son. O 4 olsun. Bu ikkisini qo'shsak son 1 qo'shimiz son 2. Anam shu qo'shish, mushum bir qo'shish amali demoqchi. Mang'ulsaq 7 mana. Yoki men bu ikkisini qo'shqanda yana bir boshqa bir xorjin qilib, ya'ni variabledan qurib, sum degan yig'inda degan gap. Mayaga buni besib chiqargancha sumni qisamlam.
Ma'nın axırğa yerim azıb çekini qoyamdımı? 7 mana o'xshash. Bu qo'shish. Shunaqa? Yoki bevosita ko'paytirishiga, ya'ni besib chiqarishga bir şey yazsaq bo'ldi, masalan, mana shu ikisining yig'indisi nechiligini bizga bo'lmaydi, ammo Java xuddi hisoblovchdek to'g'ri chiqib beradi. Mana yig'indisi shu. Bu qanday? Qo'shishninki. Hem ikkinchisi arifmetiklik amal ilish. Subtract deydi inglizcha. Ilish almaq. Hem de bunu nasıl düşünüp bulduğunlar için. Mesela int subtraction. Biz ma qurib bo'lg'achqa variable ne? Biz shuni iliblam ishlasak bo'ldi. Variable qurishning bir yaxshi tarafi shu. Qulay kodni qayta ishlatamiz debchi. Masalan subtraction demakdan son 1 alamiz son 2. 3 dan 4 ni olgan demakchi. Bunu biz çıkarsak qancha? Subtraction. Muşdan ne çözmüş şey için yazımız? Minus 1. 3'ten 4 alsak minus 1 qo'y. Mesela miyadlam o'zgartirib qo'ysak 10'dan 4 alsak qancha? 6. Tamam o'zgaradi. G'ishg'inisi 14 oldu demekçi. Qo'shash. Yoki o'xshash bo'yicha mana undan olamiz. Hisoblash chiqara oladi. Xuddi hisoblashdek mana. Elish. Üçüncüsü ko'paytirish. Multiply deydi inglizcha ko'paytmak. Ama belgisini qo'yib qo'yib, qo'shash bo'lsa mana ishlatadi. Elish bo'lsa mana dash deydi. Siziq. Ko'paytirish bo'lsa yulduz belgisi, wild card yoki. Qanday? Ko'paytirishni qanday? Multiplication m'dan qancha? Son birinchi son bilan ikkinchi son ko'paytgandan. Birinchi son 10, ikkinchi son 2 ko'paysak necha? Qirq mana. Shunaqa? 40. Yoki o'xshash yana 4 ko'paytirilgan 5. Unda qilsam bo'lardi. Necha yig'indisi? 20 shunaqa. Ham 4-chi arifmetiklik operator, arifmetiklik amal yoki mashg'ulotchi. 4-inchisi nima? Divide shunaqa bo'lmak. Yan to'siq bo'lish degan gap. Division deb qo'yay. Qolgan ism qo'ysak bo'lardi, variablening ismi. Ama üstündeki o'xshash takrorlanib qilish qolmaydi. Birinchi sonni bo'limiz ikkinchi songa. 14 bilsak necha? Mana din qilmay m deb, shuni qayta chiqdim. 2. 14 bilsak 2 chiqamdi deganda 2 chiqmaydi. Nima shuni oldi o'tsanglar? Nima shuni oldi o'tsanglar? Chunki bu int degan butun son. Şun kesirsanni almaydi. Şun 2 deb chiqarib qo'ydi. Qoldiqni chiqarmaydi demekçi. Qoldiqni chiqarmaydi. Endi shu qoldiqni chiqarish uchun qanday qilamiz? Qoldiqning ayrimi. Yoki ini qilmoqchi bo'lsanglar, mesela 10 ni 4 ga bo'lganda double ishlatamiz. Mesela double sonliq ma'lumot tipi double num1 tang 10 double num2 tang 4 shunaqa. Mush ikisini bo'lsak num1 bölümümüz num2. Hem de 2,5 çıkıldı. Çünkü bu Python özgü alaları dediğim gibi. Int Python almaydı. Yani şu 5'incisi remainder deydi. Kaldık. Kaldık ne? Percentage belgisi bilen ifadelaydı. Mesela 10'u 4 gibi bölsek bütün 2'ye bütün bölündü ki 2'si bölünmeye kaldık qap qaldı şunamı 2 kaldık. 5'ni 4 gibi bölsek 1 qilib 1 kaldık eşip qaldı şunamı. Aş kaldıqni tapqanda biz keyin lazım bo'ldi. Onu qanday ifadelaymiz desanglar? Mesela remainder kaldık remainder var. Sen bütün son
Birinchi sonni ikkinchi songa bölsek chiqqan qoldiqni chiqarib turdi mana bu. Ham bölgan, ma percentage bölgan qoldiqni chiqarib beradi demakchi. Necha qoldi? 10 ni 4 ga bölsek necha qoldiq qoldi? 5 mi? 2 qoldiq qoldi. Masalan 8 ni 3 ga bölsek necha qoldiq qoldi? 2 ga chiqdim butun bölünüp, ya'ni 2 seyishib qoldi shunami? Tam 2 chiqdi demakchi. Buni nega ishlatamiz deganda keyin bir sonning jupsan yoki taqsonliqni ishlatamiz. Bir son 2 ga butun bo'lansa jupsan bo'ldi. Bir son 2 ga butun bo'lansa qoldiq qolsa taqson bo'ldi degan ishlatamiz. Hamda 6-inchisi arifmetiklik ifodalaniki. Buni increment oshirma deb tarjima qildim, oshirdi. Ikki qo'shish belgisini qanday? Increment deymiz. Hamda increment degan nima deganda har bir mush songa qanday? Masalan, bu bir son qo'sha int bir sonni 4 dey. Shunaqa. Hamda qanday? Mushning increment qilsam her bir qitim bo'lgan chaq necha deyishmag'di? Birdan deyishmag'di. Birdan qo'shiladi demakchi. Masalan, mana qilsak 5 chiqdi qarang. Birisi qo'shildi demakchi. Yana bir qitim bo'lsaqchi? Yana 5 chiqdi. Chunki bu faqat birlam qitim ma'noda demakchi. Endi bu yerga men yana bir qitim increment ishlatsam, 5 necha oldu? 6 oldu. Bunda birdan qo'shildi. Increment. Endi buning eng oxirgisi nima? Decrement. Decrement. Increment. Decrement. Ma increment ma'nosi ortiq yozilibmi? Kemaytkichi. Buning qanday? İşki ilish belgisi, yana faraz qilganimdek bu ilibdi bu. Masalan, bir number var dey. 100 olgan bo'lsa, bundan bir harisini birdan ilibsa qanday oldu? Number ne qanday? Birdan ilibsak, mana numberni print qilsak necha chiqadi hozir menda? 99. Yana bir ilibsamchi? Aş birden ilinip keyin biz loop degan bir atalgan o'rganamiz hukmni. Shuningda hamda bu qo'lda bir qitim birdan qilmaymiz. Aş avtomatik 100 qitim avtomatiklam o'zi qiladi. Uni keyingi darsimizda o'rganamiz. Ham diqqat qilgan bir nuqta bu yerda. Masalan, bu decrement, increment oshiradigan ikki qo'shish kelish bog'i. Buningda ma ikkili taraf 10 keldi, shuna emas, 10 keldi. Ammo buni ham texim tafsiliy desak, bu ikkiga ayrıldı bu. Masalan, increment ne? Increment. Pre-increment deb, masalan, aş sondan qanda pre-increment oldu da buludu. Mausa pre-increment. Eğer keyni dop qalsa, masalan, increment keyni dop qalsa, bunu post-increment deydi. Pre degan oldida degan gap oldida kelgan. Post degan keynida degan gap. Hem bu ikisi o'xshamaydi. Bu decrement mi? Yana o'xshash qoidaga tushadi. Masalan, mana bu decrement shunaqa. Mana decrement. Endi demakchi etsanglar, masalan, yana bir samba. O tang 3 bo'lsa, P tang taqona. Ma post increment qilsak, ma post increment qildim. Bu yerda P ni chiqarsak necha bo'ldi? 3 chiqdi. Nimishqa deganda, chunki ma post to'liq bir nim qilib bo'lganda, undan keyin keldi. Ma birinchi qitimliqda bu bir qetilmaydi. Yana bir qitim manganda
Yani hammasi mangandan keyin andan keyin qaytildi. Ma postda keyinda. Lekin ma oldida-chu. Oldiga kelsak, bir qaytildi mana. Ma decrement bo'lib qoldi. Mana 4 bir qaytildi degan gap. Decrementmi shu? Shuni diqqat qilsangiz bo'ldi. Nasıl bugungi darsimiz mushakcha, tushunmagan nuqtalar asosiy inkos shaklida qoldirib qo'ysangiz bo'ldi. Rahmat.